Koronavirus 2019 yılı ahiri 2020 yılı beshidan boshlab dunyo miqyosida tarqalishga boshlagandan tortib hozirga kelguncha virus shaklida ko'p qitim o'zgarishlar yuz berdi. Bu o'zgarishlar natijasida paydo bo'lgan tiplarni inglizcha variant deb ataydi. Har bir qitimliq o'zgarish tiplariga, ya'ni variantlarga Yunon yoziqi alifbasi harflari bo'yicha ism qo'yib keldi. Buning ichida biz eng ko'p anglaganlarimiz alfa, beta, gamma, delta bo'lib keldi. Yaqinda o'zgarib paydo bo'lgan yangi tipiga omikron degan nomni qo'ydi. Bularning hammasi koronavirus oilasiga mansub. Faqat shaklda oz-to'la o'zgarish bor desak bo'ladi. Virus nima uchun shaklini o'zgartirdi? Viruslarni bir jonliq o'xshatsangiz bo'ldi. Viruslar tabiatda yashash uchun inson hayvonotlarga o'xshash, tabiatga moslashib yashash, texim uzun umr ko'rish, atrofdagi xatarlardan qo'rqinish, sinoqlarga bardoshlik berish uchun o'zining sirtqi va ichki shaklini har xil o'zgartirib beqishga tirishadi. Bu xuddi siz agar tabiatga yuchirilmoqchi bo'lsangiz, o'rmonlikda yeshil kiyim, qorliq rayonda oq kiyim kiygan o'xshash deb tushunsangiz bo'ldi. Koronavirus va boshqa virus bakteriyalarning mushunga o'xshash har xil o'zgarishlarning ichida agar ma'lum bir tipi tashqi muhitning sinoqlariga bardoshlik berib hayot qolalasa, ittiqlar ko'payib ketalaydi. Yangi tarqalishchan to'lqini keltirib chiqardi. Omikron tip koronavirusi. Yangi o'zgarib shakllangan omikron tip virusning rasmi tuvandigicha. Omikron virusi boshqa tiplariga o'xshash virusning tashqi yuzida tikansimon shaklda oqsil tuzilishlari bo'ldi. Bu tikansimon shakldagi oqsil tuzilishlari odam badani hujayralarining ichiga kirishga yordam qiladi. Omikron tip virusning yuzidagi tikansimon oqsilda eng dastlabki koronavirusi yuzidagi tikansimon oqsil solishtirganda 32 o'zgarish bayqalgan. Bu o'zgarishni boshqa tillarda mutation, PNY, mutasyon deb ataymiz. Buningdan sirt virus yuzida qabul qiluvchi tanchida bo'lsa 10 qitim o'zgarish bayqalgan. Bu yangi tip, ya'ni yangi variant omikron koronavirusi mushu o'zgarishlar orqali dori va vaksinalarga va boshqa tashqi muhitlarga bardoshlik berib aman qilib keng ko'lamda tarqalishga boshladi. Oldida tilga ilib o'tgan boshqa tiplarmi mushu omikronga o'xshash tashqi dunyoga moslashish dori vaksinalarda o'zini qochirish uchun virus tashqi yuzga tikansimon shakldagi oqsillarning o'zgarishi va ya qabul qiluvchi tanchidagi o'zgarishlar orqali shakllangan deb tushunsangiz bo'ldi. Masalan, alfa varianti tunji bo'lib 2020 yil sentabrda Angliyada paydo bo'lganligi e'lon qilingan. Beta varianti tunji bo'lib 2020 yil dekabrda Janubiy Afrikada bayqalganligi e'lon qilingan. Gamma varianti tunji bo'lib 2021 yil yanvarda Braziliyada bayqalganligi e'lon qilingan. Delta varianti tunji bo'lib 2021 yil mayda Hindistonda bayqalganligi e'lon qilingan. Omikron varianti tunji bo'lib 2021 yil noyabrda Janubiy Afrikada bayqalganligi e'lon qilindi. Omikronning yuqumlanishchanligi burunqilarga qaraganda texim kuchlikmi? Hozirga qadar bayqalgan omikron tipiga yuqumlanish kesaklar ustida ilib berilgan tadqiqot va tekshirishlar yetarli emas. Chunki mayli yuqumlanishchanligi keltirib chiqargan kasallikning og'irlik darajasi, hozir urilayotgan har turli vaksinalarning bu yangi tip virusning oldini olamamdi. Buning bo'lgan shubhasi va ya yangi bir davolash lozimi qatorliq masalalarda hozircha aniq bir natija hosil qilingani yo'q. Ammo ko'pincha olim tadqiqotchilar yana kishilarning burunqidek virusdan yuqumlanishning oldini olish tadbirlarining to'liq ilinishini, ya'ni maska taqash, tozlikqa diqqat qilish, kishilar orasida oraliq qo'yish, sayohatga amal bar chiqmaslik, vaksina urg'izish qatorliq nuqtalarni qattiq tavsiya qilib kelmoqda. To'rdoshlarning virusni saqlanishiga ko'p diqqat qilishni umid qilamiz. Virusni saqlanishga aloqador munosabatli mazmunlarni kanalımizdan, tor bekitimizdan, hatto sotsial medialarimizdan topa olasiz. Agar filmimizni foydali his qilsangiz, kanalımizga a'zo bo'lib qo'yishingizni va atrofingizga tarqatib tavsiya qilib qo'yishingizni umid qilamiz. Sizning qo'lishingiz bizga eng chong madaddir.